Assalomu alaykum aka ukalar, sizlar tinchmisizlar? Tanjoningiz sog'mi, xonadoninglar tinchmi? O'zi ayyamolar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Xo'sh, oligarx fermamiz ham bitta, xudo xolasa ertaga shu ochilish munosabati bilan iftorlik uchun iftorlik dasturxonimizni tuzyapmiz, xudo xolasa. Bu yoq tomonlarga shu Germaniyadan kelgan quyonlarimizni olib tushamiz. Mana bu quyonimizni ham vaqtliroq olib tushib qo'ydik. Nimaga deganda bu tug'ish kerak edi, keyin joyini ko'chirmay qolinglar dedi. Kecha bu quyonimiz ham tug'gan. Oligarx fermada endi birinchi tug'ilish bo'ldi. Mana shu quyonimizda. Alloh barakali, xayrli qilsin. Xo'sh, ertaga quyonchilarni kutib qolamiz. Quyonchilarimizni taklif qilib qo'yganmiz. Kelishsa chiroyli qilib kutib olamiz. Har bitta quyonchidan mana shunaqa xatsenka bilan kelgan Germaniyadan. Har bittasinikiga hozir bu yoq tomonga ham hali qo'yamiz, hali ulgurmadik. Mayda-chuyda ishlar qoldi. Qolgan quyonlarni bitta-bitta qo'yib boramiz. Shu oligarx profilda kuzatib borasizlar ukalar.